Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim, aziz obunachilarim, endigina kanalimizga kirib kuzatayotgan aziz mehmonjonlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Sizlar bilan yana bir bor videolar orqali ko'rishib turganimdan behad xursandman. Bugungi videomiz qovurma lag'monni qanaqa qilib, qay usulda tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Juda ham oson va juda ham mazali. Ko'ring va albatta yoqsa like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ying. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Avvalambor tanishtirib o'tamiz masalliqlarimizni. Tovuqning ferisi, go'sht kerak bo'ladi. Tovuq go'shti, 2 dona chesnok, lag'mon, cho'zma lag'mon tayyor pishirib, yog'lab tayyor qilingani. Mana 2 dona chesnok, pomidor 2 dona, 2 bo'lak tovuqning ferisi, go'shti, piyoz va tuz, murch kerak bo'ladi. Mana avvalambor ishimizni masalliqlarimizni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Go'shtimizni somoncha shaklda qilib to'g'rab olamiz. Chunki somoncha shaklda qilib to'g'rasangiz qovurganda pishish kerak bo'ladi. Qovurgan jarayonida maydaroq va ingichkaroq qilib tovuq ferimizni to'g'rab olamiz, azizlarim. Hamma lag'monni sho'rvasini bilsa kerak, lekin qovurmasini kamdan kam qilishadi, lekin qovurmasi juda ham zo'r bo'ladi. Lag'monni qovursangiz juda ham oson va juda ham tez tayyor bo'ladigan ovqatlardan hisoblanadi. Lag'moningiz bo'lsa bas. Mana tovuq ferisini, go'shtini to'g'rab oldik. Endi esa piyozlarimizni ham, pomidorlarimizni ham xuddi shunday qilib to'g'rab olamiz. Somoncha shaklda qilib hammasini to'g'rab, chiroyli qilib olamiz, azizlarim. Meni kanalimga kirib, obuna bo'lib kuzatayotganlarga ming tashakkurlar aytaman. O'zi obunachilarim ko'p so'rashyapti, videolaringiz kamayib qoldi, videolaringiz qiling deyapti. Iloji boricha xudo nasib video qilamiz. Videolarimiz albatta kamaygan, chunki vaqtim uncha bo'lmayapti video olishga, lekin juda ham sizlarni sog'inganman. Iloji boricha video qilib turaman. Mana shunday qilib pomidorimizni ham to'g'rab olamiz, to'rtburchak shaklga solib. Agar sizning uyingizda pomidor bo'lmaydigan bo'lsa, tomat pastasidan ham foydalanishingiz mumkin, yoki agoniyaklar qilamiz. Ana shu qizil agoniyaklarımizdan ham foydalansak bo'ladi. Aynan pomidor bo'lishi shart emas. Lag'moningiz oq emas, qip-qizil bo'lib chiqishi uchun albatta yo pomidor yoki tomat pastalarini solishingiz mumkin. Chesnogimizni ham to'g'rab olamiz. Hozir yangi chesnok bo'lganligi uchun bu chesnokdan foydalandim. Xohlasangiz siz oddiy o'zimizning chesnogimiz bo'lsa, chesnok mag'zidan ham foydalansangiz bo'ladi. Mana hamma masalliqlarimizni to'g'rab oldik. Birin-ketinlikda go'zalim, ozgina chesnogimizni olib qo'ydik. Oxirida ko'rsataman, u chesnogimizni boshqa narsaga olib qo'ydik. Mana hammasini maydalab to'g'rab oldik, azizlarim. Endi esa ishimizni boshlaymiz. Qovurish jarayonini olib boramiz endi. Tavamizni gazimizga qo'yib yoqib oldik. Gazimizni tagini iloji boricha pastroq haroratda qovurishingizni maslahat qilaman. Mana tavamizga endi esa yog'imizni qo'yib olamiz. Mana yog'imizni solib oldik. Endi yog'imizni qizdirib olamiz va birin-ketinlikda avvalambor tovuqning ferisini qovurishdan boshlaymiz. Mana tovuq go'shtimizni solib qovurib yuboramiz. Chiroyli qip-qizil tilla rangga kirguncha qovurib olamiz, chunki buni qaynatib bo'lmaydi. Mana shunday qovurgan jarayonda tovuq go'shti o'zi pishishi kerak bo'ladi, azizlarim. Shuni har doim yodingizda tuting. Ozroq tuz va murch tashlavoramiz go'shtimizga, chunki qovurish jarayonida tuz bilan, murch bilan qovursangiz juda ham ta'mi zo'r chiqadi, azizlarim, go'shtingizni. Mana tilla rangga kiraman deb qoldi. Endi esa to'g'rab olgan chesnogimizni solib qovurib olamiz.
chesnokni go'sht bilan birga qovursangiz, qovurilgandan keyin chesnokni juda ham zo'r o'ziga xos ta'mi chiqadi. Shuning uchun har doim piyozdan oldin avvalambor go'sht bilan chesnokni qovurib olish kerak bo'ladi azizlarim. Men videoni tezlatib qisqartirib olyapman, lekin mana chesnokni qovurganimizdan so'ng piyozimizni ham solib qovurib olamiz. Piyozimiz ham iloji boricha tillariga kirguncha yaxshilab qovurib olishimiz kerak bo'ladi azizlarim. Mani kanalimga kirib kuzatayotgan aziz bekajonlar, sizlardan tashakkur. Kanalim yangi edi, mana shuncha rivojlandik. Xudoga shukr, bundan keyin ham sizlarning qo'llab-quvvatlashlaringiz orqasidan bundanda ziyoda bo'ladi inshaalloh. Endi esa tayyor lag'monimizni solamiz. Hamma bilsa kerak, meni kanalimni kuzatib borayotganlar bilsa kerak, lag'monni o'zim cho'zaman. Har doimgidek magazinlarga topshiraman. Har doim o'tgan video, lag'mon cho'zgan videoyimni ko'rgan bo'lsangiz aytib o'tgandim va ko'rsatib ham bergandim qanaqa qilib lag'mon cho'zishni. Endi ana shu lag'mondan bugun o'zim qovurmasini qilib ko'rsatib beray dedim sizlarga. Mana yaxshilab qovurib olamiz. O'zingizga nima qulay bo'lsa shu bilan qo'zg'ang. Agar vilka qulay bo'lsa vilka yoki mana shunaqa lopatkalar qulay bo'lsa lopatkalar bilan qo'zg'ab, lag'mon chiroyli o'ziga yog'ni singib olguncha qovurib olamiz azizlarim. Mana 1-2 marta lag'monimizni issiq yog'ga qovurdik. Endi esa pomidorimizni solib, pomidorimiz ezilib qizil rang berguncha chiroyli qilib qovurib olamiz. Mana chiroyli qilib qovurib oldik. Endi buni qopqog'ini yopib 5 minutga dam yediramiz. Gazimizni tagini o'chirib qo'yamiz. Chunki gazimiz tagini o'chirmasangiz tagiga olib ketishi mumkin. Shuning uchun albatta o'chirib qo'yamiz va 2-3 minut dam beramiz bunga. Mana azizlarim, endi esa bemalol tarelkalarga sizib berishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha hammaga. Albatta sizniki ham siz tayyorlagan lag'monlar men tayyorlagan lag'monga o'xshaydi degan umiddaman azizlarim. Ta'mi juda ham zo'r, ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Mana endi esa bu hozir 1 kilo lag'mon emas, yarim kilolik lag'mondan tayyorladim. Agar siz uyingiz kattaroq ro'zg'or bo'lsa, bu uyingizda ko'proq kishi bo'lsa, albatta 1 kilo yoki 1,5 kilo, 2 kilogacha tayyorlashingiz mumkin. Mana azizlarim, tarelkamizga suzib oldik. Hammaga yoqimli ishtaha, sizning ham tayyorlagan lag'monlaringiz shunday chiroyli chiqsin inshaalloh nasib bo'lsa. Mana umuman lag'monlarimiz ezilib, titilib ketgani yo'q, juda ham zo'r bo'lib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Mana mana juda ham chiroyli azizlarim. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ying. Sizning laykingiz, obunangiz bizlar uchun katta yordam, chunki kanalimiz rivojlanishi uchun bundanda bizlarga katta yordam yo'q. Albatta like bosing va obuna tugmasini bosib qo'ying azizlarim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'lingizlar. Albatta Bekajonni kuzatib borishni unutmangizlar.